Bolangizni og'zidan so'lak o'qib yotadi-ku. На русском и узбекском языке буду говорить. Если слюнотечение, да хоть у кого-то, да хоть у ребенка, один рецепт скажу, хорошо? Bolangizning so'lagi oqishini taqataq to'xtatish uchun qora andis tomirini qaynatib ichiring. Tushundingizmi? Suvni qaynatmasini. Если у кого-то слюнотечение, тем более у ребенка, когда они спят, отвар корни девясила. 1 столовая ложка на 200 грамм, 5 минут прокипятить, и давайте ребенку под столовой ложкой или 2 столовые. Он и глистогонный, и укрепляет иммунитет. Xullas, bir osh qoshiqni 200 grammga 5 minut qaynatib, o'sha osh qoshiqlab ichiring. Da, chiroq bo'ladi. Yo'tal-po'tal hammasi qurtlar qochib chiqib ketadi yana. Qurtlari ham ketadi, ichaklari shamollaganlari ketadi. Siydik yo'llari shamollashlari hammasi ketadi. Erkaklar qora andis tomirini bosib gazini ichinglar. Tomchilab qoladi, prostatitga ham вообще zo'r. Для простоты еще, на русском языке скажу.